Hech qachon sobiq sevgilingiz bilan yana uchrashuvga bormang. Он попытался меня поцеловать, и я откинулась на сиденье, и он просто вцепился в меня. Bu voqea 12 yoshli Kayla Hayes va uning 21 yoshli unashtirilgan yigit Seth Flurry bilan bo'lgan. Dastlab u juda mehribon, yoqimli, hatto ideal ko'ringan, ammo vaqt o'tgan sayin bular munosabatlar Kayla uchun haqiqiy hissiy tebranishlarga aylangan. Ba'zan mehribon, ba'zan esa sovuq va tajovuzkor. Qiz bir necha bor undan ketmoqchi bo'lgan, lekin har safar u sovg'alar, gullar, shirin gaplar bilan uni qayta o'ziga "Men butunlay senikiman, senga bog'lanib qolganman. Men seni sevaman, iltimos qol men bilan" degan tarzda. Shu tarzda 11 oy o'tgach, Kayla bo'ldi yetar deb qaror qildi va unga so'nggi uchrashuvni belgiladi. Ammo o'sha uchrashuv fojia bilan yakunlandi. Qiz mashinaga o'tirganda Seth uni o'pmoqchi bo'lib egildi, lekin to'satdan uning labini bir qismini tishlab uzib oldi. Bu atay qilingan ish edi. U Kaylani chiroyini buzgisi kelgan, go'yo hech kimga kerak bo'lmasin degandek. Shifokorlar uning yonoqlarini kesib, tabassum shaklini qayta tiklash uchun murakkab operatsiya o'tkazishgan. Ularning aytishicha, bu hali eng yengil holat, chunki ayrim erkaklar hatto burnini tishlab uzib yuborishgan holatlar ham bo'lgan.